Ber, zo'r joy ekan, ha? Buzdirib 10 bor xona qilmoqchiman. Nima deysan? Yaxshi fikr. Ana shu yerda buzib, tepasiga vertolyot qo'nayotgan joy qilish kerak. Tushundingmi? Mayli, hal qilamiz. Yerda egasi kim ey? Assalomu alaykum. Akasiz. Bu joylarni kimdan sotib olsak bo'ladi? Aka, bir sotilmaydi. Nima bo'ladi? Bu yoqqa. O'tir, gaplashamiz. Men bu yoqda olmoqchiman. Bu joy sotilmaydi. Bu hayotda hamma narsa sotiladi. Seni ham sotib olaman, tushundingmi? Cho'qir ana shalpayingni. Pul haqida gaplashamiz. Sen aytgan o'sha shalpakni ota-onasidan qolgan meros. Buni pul bilan taqqoslab bo'lmaydi. Laziz, beraki. Aka. Hozir bitta o'yin o'ynaymiz. Qaragan tashiyman. Agar burgut tushsa, shu joyini podarka qilib yuborasan bu. Yo'q aka. Berasan dedi. Agar ikkinchi taraf tushsa, Xohlagan pullaringizni beraman. qulog'imni yibsan. Agar ikkinchi taraf tushsa, badalni seningdan olaman. Shunma. Shaharjim, lekin yurak ko'rib turar.